Assalomu alaykum. Yana bir obyektimiz, xudo xolasa, ideyasi yuk turibdi devorda. Bemalol yusab bo'laveradi. Bu material mo'yishi. Buni o'tgan yil chiqarib berdik. O'tgan yil bitgan bu joyimiz. Egasi yuk turibdi devorda. Bemalol yuvaradi. Hech qanday bir qo'rqinchli yeri yo'q. Bemalol. Hech qanday yo'q. Suv teggansin, shunday ochilishib, rangi ochilib turaveradi. Hali bu yuvilmadi, birinchi yuvilishi. Xudo xolasa, bemalol yuvaradilar shunday. Suv tegsa ne gap bo'ladi degan yeri yo'q, xudo xolasa. Bu yerda ob'yem 60 kvadrat, beklar ham ishlangan, sokoli, mramor, polam, mramor ustalar ham bor. Shunday joylarga zo'r chiqadi. Oq qora mramor. Bemalol zakaz aytaverasizlar, xudo xolasa qilib beraveramiz. Yuvish ham bir ko'p vaqt olmaydi, bir 5 minutda aylanib chiqadilar. Bir to'y maraka berjaq vaqtda yaxshi changini yuvib, yana top-toza etib qo'yaveradilar shunday. Shirlankani barini ochib qo'yib, motorda yuvib turibdilar. Bir tushib qolgani yo'q, yo bir boshqa ketgani yo'q. Xudo xolasa, bemalol yuvaverasizlar. Zakazlar bo'lsa, aytaverasizlar, tayyorlab beramiz. Ichki svetda bo'lsa, har xil rangda ishlab chiqarsa bo'ladi. Bir zamonda top-toza bo'ldi. Shunday qilib yuvilaveradi. Hech bir qo'rqadigan yeri yo'q. Buni orqasi suv o'tolmaydi devorga. Kirayimiz mo'yishi devordan meni uriladi. Yopishtirjaq vaqti. Shuni hisobidan suv o'tmaydi. Yana o'zi buyog'ini bo'ldilar bir zamonda. Sabit. Endi buyog'ini hozir bo'ladilar, xudo xolasa. Bemalol zakaz aytaverasizlar. 1 kvadrat metr 60 ming so'm, kirayi dastavkasi. Qo'lda ichida ustalarimiz ham bor. Xudo xolasa, har xil senada ishlab turibdi ustalarimiz. Zakazlar beraverasizlar, qilib beraveradilar. Ko'rinib turan bo'lsa, laylari chiqibdi. Shamlari. Like bosib, podpiska olib qo'yasizlar. Hammaga e'tiborlaringiz uchun rahmat.